Assalomu alaykum. Kia Carnival avtomobilimiz 198 ming kilometr yurgan, 2019-yil. Yoqilg'i dizel, 11 kishilik, deluxe pozitsiyasi. Mashinaning avariyasi yo'q. Kraska tegan joylari ham yo'q. Tiniq holatda. Narxi 9.600.000 won. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Holati o'ta ideal turibdi. Salon holati mayda sidna sari yirtilib qo'ygan joyi bor ekan. Endi eski mashinalar uchun shunaqa ozgina joylari bo'ladi, kamchiliklari. Start stop, high pace, black box, sidnalar siydi. Monitor bor. 11 kishilik salon. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mashina o'ta zo'r. Deluxe pozitsiya. Lyuk yo'q bu mashinada. Oilaviy yo'q-yoqqa boradigan mashina, zo'r, ko'pchilik sig'adi. Narxi ham zo'r, 9.600.000 won.